Akalar assalomu alaykum tuzumchilar. Akalar xo'roz baqaman deganlarga 3 ta makon bor, bitta xo'rozi bor. Lekin uchalasi bir qon, boshqa emas, bir qon. Bir partiyada chiqqan. Akalar xo'roz umuman urushmagan. Yoshligida o'zi ham tanalar bilan urushgan, lekin bunaqa boshqa xo'roz bilan umuman urushtirmagan, faqat shu havasga baqadi. Lekin zot xo'roz oshnasidan olgan, ko'rdi bolasi ekan, ular darrov urushib yurgan xo'roz bolasi, yutib yurgan xo'roz bolalardan. Buni hamtanasi Toshkentga berib yuborganda, bu hamtanasi yutgan, qochirib yutgan. Lekin buni raza ko'ngillar bo'lmasa, bitamda xo'roz olib kelib oyog'ini ko'rib olsalar bo'laveradi. Ammo umuman urushmagan menimcha. Men bilmayman qanaqa urushadigan birinchisida. Uchala makon bor. Makonlar bittasimi ikkitasi tug'yapti ekan. Hozirgi kunda tug'yapti akalar. Optimga ham gaplashilaveradi akalar, lekin